Assalomu alaykum ahli gruppa, yaxshimisizlar? Hammalaring sog' salomat, dehqonchiliklar bilan charchamasdan hammalarimizni ham bugungi kunga yetkazgan Allohga hamdlar bo'lsin. Azizlar, bugun Xudo xolasa 27-aprel 2026-yil. Biz o'sha yana Alba maydonidamiz. Xudo xolasa 10 martadan oshiq terim bo'ldi. Asosan massaviy terim boshlangani 11-apreldan boshlangan. Undan oldin 50 kilo, 60 kilo chiqqanlarini hisoblamayapmiz. Massaviy terilgan boshlangani shunday bo'ldi. Xudo xolasa bugun ham shunday, Xudo xolasa bir 17 ta 18 ta odam bilan hozir Alba kilerilarda terishni boshladik. Azizlar, Alba Xudo xolasa shu 10-terimdan o'tdi, massadan o'tdi. Hozir ham hosillari Xudo xolasa ajoyib. Bu Alba ko'chatini mana Abduzafar ham aytib o'tdi. Qanchalik hosildorligini, yaxshiligini. Shu eski ko'chatlarda ekayotganlarga yana bir o'zimizni maslahat bera olmaymiz, tavsiyalarimizni beramiz. Mana hozir shu 12-13 terimdagi hosillari mana hozir ham 20 tadan kam emas hosili. Alhamdulillah, Allohga shukr, shu yoqqacha ham chiroyli hosil olindi. Hozirgi mana terilayotgan hosillarni ko'rsatmoqchimiz. Palagida turgan hosillari mana azizlar. Shu Alba sorti bo'ladi. Mana hamma joyda hali hosillari yetarli. Mana shu Alba sortlarimizda hozirgi holatlari bu massadan keyingi oxirgi terimlarga yaqinlashayotgan holati ham Xudo xolasa yomon emas. Eski sortlarda yerigi ham bunchalik nimasi maydasidaqa bo'ladi, rosa bo'lsa. O'zimizda eski charlilarda misol qilib gapiradigan bo'lsak, shunga Xudo xolasa bu Alba sorti Xudo xolasa bizni vodiy sharoitiga ham juda chiroyli tushdi. Mana Surxondaryoda ham mana Otabeklar ekyapti, Toshkentda ekilyapti. Hech qayda bir nima qilgani yo'q. Hamma joyda ham juda chiroyli holatda o'zini hosildorligini ko'rsatyapti. Mana hosillari azizlar. Mana shunday holatda bugun shu 27-aprel holatiga Xudo xolasa yana bir 10 kun atrofida bizda terim bo'lsa kerak. Mana bu tomonlarimiz endi kileri. Kileri ham Xudo xolasa o'ziga yarasha shirinligi bilan faqat mana uzoq yo'lga tashishga sal nozikroq, lekin shirinligi nimasi gap yo'q. Lekin mana shu holatda ham Toshkent, Xorazmgacha yuklar jo'natilyapti shu boshidan berib. Kilerilar bu Albadan ham oldinroq pishganligi uchun bular hozir hosillari mana ozayib nima qoldi, massadan o'tib oxirlayapti. Mana shunday azizlar, Xudo xolasa shu ko'chat ekishda, ko'chat tanlashda adashmaylik. Shu yangi sortlarga, Alba, Aziya, kilerilarga kim qaydan olib ko'chatlarni ko'paytirib eksa ham, olib eksa ham shu yaxshi sortlardan, ishonchli odamlardan, shu paykalda hosilini ko'rsatayotgan ishonchli odamlardan olinsa, Xudo xolasa hech kim kam bo'lmaydi. Azizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi holat bilan sal bugun ishimiz yengilroq edi. Shunga bir o'zimizda shu terim bo'layotgan jarayonlarni video qilay dedim. Sal qo'limiz bo'shroq bo'lib qoldi. Salomat bo'lasizlar azizlar.